Assalomu alaykum. Oxir Ramazon yaqinlashib kelmoqda. Somsalarga va qatli nonlarga surtishlik uchun yog' tayyorlaymiz. Mana shunday Shedroy Sonsil nomli slivichnoy uksdan men doim sotib olaman. Halol, mana sertifikatiga ega bo'lgan. Mana shuni olmoqda yog'lar bilan aralashtirib olaman. Hozir shuni sizlarga qanday qilib tayyorlashligini ko'rsatib beraman. Ushbu yog'imiz juda ham qimmat emas. 1 kilogrammi 35 ming so'm turadi. Hozir bu yerda 1 kilogramm men ozginasini o'zim mo'ljallab olib, sizlarga hozir qanday qilib somsalarga surtishlik uchun tayyorlashni ko'rsataman. Ushbu yog'ni faqat somsa va qatlamalar uchun emas, o'zingiz suygan pishiriqlar uchun ishlatsangiz ham bo'ladi. Men Napoleon tortlar uchun va medoviklar uchun ham xamir tayyorlashda mana shu yog'dan foydalanaman. Juda ham zo'r effekt beradi retseptlarimda. Hozir taxminan 300 grammini mana ajratib oldim. Endi buni gaz plitamizga qo'yib eritib olamiz. Bu yog'imiz erib tayyor bo'lguncha yana bir yog'ni sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu mol yog'i oddiy yoki bo'lmasam charvi yog'i ham deb ataladi. Mana shu charvi yog'larni kuydirib, jizzasini alohida qilib va yog'ini alohida qilib qo'ysangiz mana shunday qattiq holatga kelib qotib qoladi. Bundan 4 osh cho'mich solaman alohida idishga. To'rt osh cho'michda mana taqsimlab oldim. Xohlasangiz eritib taqsimlab olishingiz mumkin. Endi esa men bunga mana shunday oddiygina hidsiz o'simlik yog'idan solaman. Ushbu yog'ni ham 4 yoki 4,5 osh cho'michda taqsimlab olamiz. Ikkala yog'imizni birga bir qilib tayyorlab olsak, juda ham zo'r qatlik bo'lib chiqadi retseptlarimiz. 4 osh cho'michda eritilgan mol yog'iga endi 4 osh cho'michda mana shunday hidsiz o'simlik yog'ini taqsimlab mana quyamiz. Bu tarafda endi mana slivichnoy uksimiz juda ham zo'r bo'lib qaynab chiqdi. Xuddi shunaqa qaynatib olasiz, eritib emas. Mana shunday sharaqa shuruq qaynagandan so'ng albatta gaz plitasidan olasiz. Mana yog'imiz kamida 10 daqiqa davomida qaynab turibdi. Endi buni plitamizdan olamiz. Avvalgi tayyorlab olgan yog'larimizni ustiga buni ham taqsimlab, o'lchab qo'yib tayyorlab olamiz. Bugungi sizlarga taqdim etgan retseptim Ramazon oyida sizga asqotadi degan umid bilan sizlarga taqdim etyapman. Juda ham ko'p emas, ozginagina tayyorlab ishlatib ko'ring, albatta sizga ma'qul va manzur bo'ladi. Mol yog'i va mana shu o'simlik yog'imizni birga bir qilib tayyorlab olgandik 4 osh cho'michdan. Endi ushbu eritilgan yog'imizni esa 3 osh cho'michda quyamiz va hammasini birdaniga yana shunday eritib olamiz. Margarinni 4 osh cho'michda emas, 3 osh cho'michda qo'yamiz. Shunda somsalarga surtiladigan yog'imiz normal holatda bo'ladi. Juda ham qatlari zo'r bo'lib chiqadigan bo'ladi. Yog'imiz tayyor bo'ldi. Endi buni qatlamalar, somsalar uchun bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana xuddi shu holatda bo'ladi. Salgina sovigandan so'ng yana ham qotib qoladi mana shu holatga kelib. Inshaalloh ushbu yog'dan surtib Ramazon oyida sizlarga retseptlarimni taqdim etaman. O'zingiz qanaqa chiqqaniga guvohi bo'lasiz. Barchaga rahmat, ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Ramazon oyida Alloh taolo uyingizga barakot bersin.